Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun 25-may 2025-yil Oltiariq tumani bozorida, dehqon bozorida turibmiz. Sekin tarvuz qovunlar to'layapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qaranglar. Qovunlar. Aka, YouTube'ga qo'yamizmi buni? Shep. YouTube'ga qo'yamizmi? Mana. Qarang, bir hidini qarang, bir ajoyibda bu. Narxini ham bilamiz hozir. To'lib ketyapti, mana to'layapti. Aka, narxi nechi bo'lini? 7 ming. Kilosimi? Yo, donasi? 7 ming kilosi. Kilosi 7 mingdan ekan. Optimgami? Bundan pasti yo'q. Ha? Bundan pasti yo'q. Yo'q. Kelishtirib beramiz, ko'proq bo'lsa. Ha, ko'proq olishsa kelishtirib beramiz deyapti. Nomerni qo'yamizmi aka? Nomer. Telefon qilishadi, kelishasizlarda o'sha. Hech pul aka. Nomerdagi nechidir? 7 ming. Nima deysiz? Nomeringizni qo'ying. Nimaga? Ha, ketgan. YouTube'ga qo'yamiz-da. Bunday qilib olsa yana yaxshi. Hozir ko'rinadi. 93lik. 93lik 734 734 0809. 0809 ga aloqaga chiqasizlar. Telefon qilib o'rashasizlar. Rahmat aka, bozorda bo'lsin. Hamma odam bor. Mana bu yoqda ham bor. Bu sufiylarga. Aqayam o'tamiz hozir. Nomeri bittami, boshqami? Bitta odam. Bitta odam, haligi nomeri. Ana sufiylar ham bitta odam. Ikkita kichkina qovunni bir dona dedi. Tarvuz nechi bo'l kilosi? Tarvuzda 7 ming, 6,5 ming. Narxi bir xil ekan-da bu qovun bilan. 7 ming, 6 ming ko'proq olganga yana tushib beradi. Hali sekin Isuzularga boramiz akalar. Ko'ringlar-chi mana. Mana sekin to'layapti mana. Isuzularda ham bor. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Sizlardanmi tarvuz? Nechi puldan buni? 6 ming. 6 ming kilosi. Ko'proq olsa yana tushadimi? Ha, tushadi. Mana 6 ming bo'lib ketibdi. Do'konga arza. Do'konga orzu mana ko'proq olganga Do'konga optim narx. Nomer qo'yamizmi aka? Nomer Ha, qo'yamiz. qo'yamiz. Nechi nomer? 88lik 88lik 207 90 92. 207 90 92. 92 ga bemalol aloqaga chiqasizlar. Rahmat aka, bozoringiz yetsin. Hozir bu yoqqa o'tsak, hozir sekin karamlarga kelamiz, gul karamga ham kelamiz. Hormay aka, assalomu alaykum. YouTube'ga qo'yamizmi? Ha? Sizdanmi bu? Aka bu kerak. Shart emas ekan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Karamlar nechi bo'lyapti aka? 3,5. Donasimi, kilasimi? Donasi 3,5. Ko'proq olsa tushib ham berasizmi optimga? Kelishamiz. Donaga o'tib ketdi. Nomer qo'yamizmi aka, sizga telefon qilishadi. Ha, shart emasmi? Hali bozoringizni bersin, shart emas deyishadi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Gul karamlar nechi bo'l ekan? Karamlar 4 ming so'm ekan. 4 ming so'm. Karam 3 ming. Kamlari bor. Kamlari bor, ko'proq olganga. Pul arzon-da. Mana yetkazib ham berasizmi aka, kelishib qolsalar? Ozroq qoldi-da. Kammi? Nechi pul deyapsiz? Ozroq qolishdi deyapti. Vaqt ko'ramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Hazillashamiz. Yo, YouTube'ga aka. YouTube'ga yo'yapsiz? Ha. Bu ham narxi bir xilmi? 3,5? 3,5. 3,5. Tushirdan berasiz aka?
ko'proq olsa. Ko'proq bo'lsa bir joyga Nomer qo'yamizmi? yo'q. Shart emasmi? Yozavering 91lik. 91lik 111 111 92 50. 92 50 ga aloqaga chiqasizlar. Kelishib qolsak, tushgan beramiz bitta joyga deyapti. Rahmat aka, bozoringizni bersin. Mana akasi. Sizdanmi? Biz Mayli. Bu ham narxi bir xil. Shu yoqda Narxi bir xil. nomer qo'yamizmi aka? Yo'q, nomer qo'ymaymiz. Aloqaga chiqishadi, akalim bozori yurishadi. Shart emas ekan nomer. Behruz dedi. Rahmat. Bozoringizni bersin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tinchliklar nech bo'l? 15 kilosi. Ko'proq olganga tushib berasizmi? Sinovda zo'r ekanda, qarang, yangi. Bu yiliga mana. 15 ming deyapti. Ko'proq olganga tushib beramiz deyapti. Nomer qo'yamizmi? Sizga telefon qilishadi. Ag'dan bag'dan oldin uzoq nimadan chetdan oltariqdan. Arzonroq qilib berishamiz deyapti. Mana shu yerdan olib ketishsa deyapti. Rahmat, bozoringizni bersin. Assalomu alaykum. Bu mana dehqonchiliklar mana chiqibdi-yu mana. Zo'rlar. O'tiring. Nech puldan bular endi? 2000 beryapti. 2000 bitta mana shu nimasimi? Ha? 2, 4, 6 ta ekan, 2000 dan ekan mana. Yolg'onlar mana. Bu ko'proq olsa tushib ham berasizmi? Bo'lishimi? Nomer qo'yamizmi aka YouTube'ga qo'yayotganda? Ha? Ko'pchiliklari nomer qo'yishdan qo'rqishyapti mana. 2000 dan berishyapti mana 6 dona mana. Haylar. Bo'lishi 2000 ekan. Mana bozor boshlandi. Balgarni ko'raylikmi bir balgar? Yo, assalomu alaykum. Dehqon aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? YouTube'ga qo'yayotgandek aka, balgarni. Nech puldan bular? 9 Nech pul dedingiz? 9 ming. Kilosimi? Yana ancha tushibdi, 9 ming bo'lib qopti mana balgarlar. Bu narxi tushadimi? Ko'proq bo'lishi ekan. Bo'lishi. 9 ming. Ancha tushibdi, ha? Nomer qo'yamizmi aka? Nomer. Shart emasmi? Nomer qo'yishmayapti bular ham. 9 ming. Qalampur nech pul? Qalampur 30 ming. Qalampur 30 ming kilosi. Bo'lishimi yo tushib berasizmi buni ham? Bo'lish. Bo'lish. Yo'qlar mana boshlangan. Torvuzlar o'sha narx. Hammaga omad, bozoringizni bersin keyingi bozorgacha. Mana shu torvuz bor akalar. Videoni boshida olganimiz. Mana shu torvuz talash bo'lib ketdi. Bozordan ko'ra boshqa torvuzlardan. Hozir borib narxini so'raymiz-da shu torvuzni. Narxini so'rab, nomerlarini qoldiramiz mana shu torvuzni. Ammo talash bo'lib ketdi. Xormaylar. Endi blogerga Ana torvuzni chiroyli. Siz torvuzga o'tdingizmi? Torvuz so'yganini olib qo'ying, so'yganini qo'ying. Juda shamalov ishlar. Halitdan beri kuzatyapman men ham zo'r chiqyapti mana shu yerdan. Do'stim mana. So'yib berishyapti, mazasi ham zo'r chiqdi mana shu. Nech puldan berdingiz? Torvuzni. ular bor. Endi 29 qiyasi 30 ming so'm. Shep, torvuzni nech pul berdingiz?
Nech pul? 4,5. Nimagacha ko'proq olsa, Optimga? 4,000 so'm. Ana. Hava pishgan to'g'rida ekan. Kim ko'rgan bo'lsa ham, mana. Yo'q. Pishi. Dahshat pishgan Olaymi ekan. o'zingizni? Tushasiz? Yo'q. Yomon pishgan to'g'rida Zo'r ekan. ekan lekin. 30 ming berdim. Nomerni qoldirasizmi, mana bu YouTube'ga qo'yapmiz. Yo'q. Kelib olib ketaversin shu yerda. Oltiariq bozori lekin ha. Bo'ldi. Nomerni qo'ysangiz telefon qilishadi. 94lik 536 23 53 ga aloqaga chiqasizlar akalar. Tormoz omoz zo'r ekan. Rahmat, bozoringiz bersin aka. Bugun xatmida bir